Namoz o'qishga vaqtim yo'q. Lekin hajga 2 marta borib kelganman. Xudoning o'zi kechirsin. Endi esa Allohga vaqt ajratgani bandmisan? Namoz o'qigani mening vaqtim yo'q. Unda nimaga vaqting bor, birodarim asinglim? Juda ajablanarli. Uch zulmatning ichida bo'lsang ham u seni shakllantirdi, seni dizayn qildi. 9 oy onangning qornida seni qorningni to'ydirdi. Senga onangning bachadoniga suzib kirishni kim o'rgatdi? O'sha payt pullaring qayerda edi? O'sha payt bizneslaring qayerda edi? Mashinalaring qayerda edi? Sening yaxshi ko'rgan qizing qayerda edi, birodarim? O'sha payt u qayerda edi? Mening yosh singlim Facebookdan yozishib yuradigan yigiting, sen onangning bachadonida suzib yurganingda u qayerda edi? O'sha vaqt kim sizni to'ydirayotgan edi? 9 oy ichida u sizni biror marta ham och qoldirib ketmadi. Biror marta ham. Keyin esa 9 oydan so'ng Alloh imkonsiz ishni sodir bo'lishiga imkon berdi. U mana bunchalik hajmda bo'lgan narsani, mana bunchalik hajmda bo'lgan joydan chiqishga izn berdi. Farishtalar nozil bo'lishdi, qanotlarini yoyib turishdi. Sening onang deyarli o'likdek ko'ringan edi va sen bu hayotga kelding. Sen bu dunyoga kelding va Alloh buni sodir bo'lishiga izn berdi. Kimning yordami bilan? Nima maqsad bilan? Mening birodarim singlim, seni Allohdan chalg'itayotgan narsa nima? Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Ey Robbim, sen menga shunchalik ko'p narsa berdingki, mendan esa atigi 5 mahal namoz o'qishni so'rayapsan. Bu sen uchun shunchalik ilojsiz, shunchalik qiyinmi? Men sendan shayx bo'lishni so'rayotganim yo'q. Men sendan olim bo'lishni so'rayotganim yo'q. Men sendan nimadirlar qilib yuborishni emas, 5 mahal namoz o'qishni so'rayapman.